Assalomu alaykum. Jiyanimning ismi Bobur. Jiyanimni o'sha jigarida muammo borligi uchun biz O'zbekistondan Hindistonga keldik. Bizni bu yerda o'sha tarjimonlar Fazliddin aka, Bekzod kutib olishdi. Jiyanimni jigarini o'sha transplantatsiya qildik. Men o'zimni jigarimni berdim. Operatsiyadan muvaffaqiyatli chiqdik. Doktor Vivekka kattakon rahmat. Bizga o'sha yo'l ko'rsatgan Shinol Medga ham kattakon rahmat. Hozirda ahvoli juda yaxshi, meniki ham, jiyanimniki ham juda yaxshi. Xudo xohlasa tez kunda analiz javoblari yaxshi chiqsa O'zbekistonga qaytamiz. Bizga yordam bergan barchaga rahmat. Fazliddin aka, Ozodbek aka, Bekzod aka, Xulkor opa, Shinol Med kompaniyasiga kattakon rahmat. Doktor Vivekka alohida rahmat aytamiz.